Assalomu alaykum, kanalimizga yana bir bora xush kelibsiz. Bugungi menyuda kievskiy kotletlar hamma uchun sevimli bo'lgan. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Avvalo non o'tib qo'yamiz. Men baton non ishlatdim. Issiq sutga o'tib qo'yamiz, tezroq shimadi shunda. Keyin suxari tayyorlab olamiz. Buning uchun yana o'sha oq baton nonlarni 1 sm 1 sm qilib to'g'rab olamiz. Ya'ni kubikchalar qilib to'g'rab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni duxovkaga 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz. Juda ham qizartirib olish kerak emas. Ozgina sarg'aytirib olsak, ya'ni qotirib olsak bo'ldi, chunki qovurganda yana ham kuyib ketishi mumkin. Bitta piyozni juda ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Pichoq bilan mana shunaqa urib chiqamiz. Xohlaganlar misorovkadan chiqarib olishi ham mumkin piyozni. Endi nonimiz mana yarim soatdan keyin buni olib yaxshilab siqib olamiz va ortiqcha suyuqliklarini to'kib tashlaymiz. Farshni tayyorlashga o'tamiz. Piyozga 500 gram tovuq qiymasi solamiz va ivitilgan nonni qo'shamiz. Tabga ko'ra ziravorlar solamiz, tuz, murch soldim, chesnok solamiz. Chesnok solganim videoga tushmabdi. Endi buni yaxshilab aralashtirib olish kerak bo'ladi. Buni aralashtirganimizdan keyin xolodilnikni muzlatgichga yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Farshni muzlatib olsak, kotletlarimiz suvli va mazali chiqadi. Kotletimizni qovurish uchun masalliqlarni tayyorlab olamiz. 2 ta tuxumni chaqib aralashtirib oldim va bizga pishloq kerak bo'ladi. Tez qovurib olamiz, ya'ni ko'p qovurilmaydi bunda. Ozgina sarg'aygandan keyin qozondan olinadi. Juda ham qizartirib olish kerak emas, chunki duxovkada pishayotganda rangi qorayib ketishi mumkin. Kotletlarni gaz listiga terib, yarim stakandan biroz kamroq suvni har joyiga quyib chiqamiz, kuyib ketmasligi uchun va qizib turgan duxovkada 180-200 gradusda 40 minut pishirib olamiz. Tovuq go'shti bo'lgani uchun juda ham tez pishadi. Agar ko'proq ushlab olsak duxovkada ichlari quruq bo'lib qolishi mumkin. Shunga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Istagan sous, istagan garnir bilan dasturxonga tortish mumkin. Video sizlar uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga, tanishlaringizga ulashing, like qo'yib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.